Yashirin iqtisodiyot jamiyat taraqqiyotiga rahna soladi. Aholining soliq madaniyatiga oid bilimlarning mavjudligi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega. Navbatdagi lavhamiz viloyat soliq boshqarmasi tomonidan aholining soliqqa doir bilimlarini oshirishga qaratilgan tadbirlardan biri haqida. Buxoroda soliq boshqarmasi tashabbusi bilan fuqarolarning soliq madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan qiziqarli aksiyalar o'tkazilmoqda. Jumladan, yaqinda Buxoro shahri va G'ijduvon tumanlarining aholi gavjum joylarida, ya'ni ochiq savdo majmualarida yoshlar, tadbirkorlar va jismoniy shaxslarni jalb qilgan holda xarid chekini olishga o'rganaylik hamda konvert usulida ish haqiga rozi bo'lmang shiori ostida aksiyalar o'tkazildi. Tadbirning juda oddiy va samimiy ruhda tashkil etilgani ko'pchilikda katta taassurot qoldirdi. Unda ayrimlar uchun arzimas ko'ringan xarid chekining ahamiyati, savdodan tushgan tushumlarni yashirish, soliqdan qochish va norasmiy bandliklarning oqibatlari hamda xarid uchun joriy qilingan keshbeklar, soliq imtiyozlari, soliq yengilliklari, soliq turlari va ularning muddatlari xususidagi savollar o'rtaga tashlandi. Savollarga to'g'ri javob bergan fuqarolarga esa soliq boshqarmasining maxsus sovg'alari taqdim qilindi. Bu aksiyani o'tkazishdan asosiy maqsad ko'pincha o'sha fuqarolarimizga, soliq to'lovchilarimizga soliq madaniyatini yana yuksaltirish, hududimizda yashirin iqtisodiyotni oldini olishga qaratilgan va ahamiyatli bo'ladi. O'sha masalan do'konga kirganda ham xaridorlarimiz o'zini haq-huquqlarini bilgan holda sotuvchimizdan xarid chekini talab qilishlarini, bu talab qilingan xarid chekidan tushadigan summalar davlatimiz byudjetiga tushishi va byudjetdan yo'llarimiz ravon bo'lishi, ijtimoiy sohalarda sarflanishiga xizmat qiladi. O'zi odatda xarid qilgan vaqtim soliq cheki berishadimi yo'qmi, bunga e'tibor bermas ekanman. Bugun soliq boshqarmasining aksiyasi bo'layotganini ko'rdim. Aksiya doirasida savollar berishyapti. Yashirin iqtisodiyot nima degan savolga men to'g'ri javob berdim. Yashirin iqtisodiyot bu ana shu soliq cheklarining bermasliklari, daromad soliqlari haqida javob berganligim uchun sovg'a yutib oldim. Tadbir jarayonida ko'pchilikning soliq masalalariga ongli munosabatda bo'lib, xarid chekini talab qilishga o'rganganliklari va soliq to'lovlarining nimalarga sarflanishini bilishlari aksiya ishtirokchilarini quvontirdi. Jumladan, aksariyat yoshlar va boshqa turli yoshdagi hamyurtlarimiz qo'l telefonlariga soliq ilovasini yuklab olib, har bir xaridlardan 1% lik keshbek olishga o'rganganliklarini namoyon etishdi. Ta'kidlash lozim, xarid chekini talab qilish soliq tushumlari binobarin iqtisodiyotni mustahkamlashga, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashga yo'l ochadi. Mazkur aksiya jarayonida ishtirokchilarga mavzuga tarqatma materiallar yordamida xarid chekining ahamiyati hamda norasmiy bandlik salbiy holatlari haqida yanada kengroq ma'lumotlar berildi. Soliq ilovasida 2 yil davomida foydalanaman. O'sha xarid qilish maqsadida kirgan vaqtimda doimiy cheklarni talab qilaman. Shu paytgacha yig'ilgan summa 1.2 million ham mening iqtisodiyotimga yordam tegib qoladi. Aksiya jarayonida soliq bilimdonlari xarid chekini talab qilish orqali ayrim tadbirkorlik subyektlari tomonidan tushumlarni yashirish, soliq bazasini kamaytirib ko'rsatish kabi huquqbuzarliklarni oldini olishda munosib hissa qo'shayotganliklari alohida ta'kidlandi. Bu esa madaniyatli fuqarolarning birinchi navbatda davlatimiz iqtisodiyotiga qolaversa, ijtimoiy himoyani kuchaytirishda ko'rsatgan yordamidir albatta. Xulosa qilib aytganda, tadbir fuqarolar o'rtasida soliq madaniyatini yuksaltirish va shu orqali joylarda uchrab turgan yashirin iqtisodiyotni oldini olishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.